Abdullah bin Umar Hazrati Umarning o'g'illari. Payg'ambar alayhissalom vafot qilganlarida Abdullah ibn Umar 13 yoshda bo'lgan. Yosh bola bo'lgan. 13 yosh tasavvur qilaylik. Bizning atrofimizda 13 yosh bola bor hozir. 13 yoshga qarangu Abdullah ibn Umarni tasavvur qiling. Abdullah ibn Umar bu ummatni ilm dengizlaridan bir dengizi bo'lgan. Buyuk sahobalar Abdullah ibn Umarning oldiga kelib so'rab ketardi o'zini ma'lum bilmagan narsalarini. Shu Abdullah ibn Umar hayotlik paytlarida Rasululloh alayhisalom Masjid-i Nabaviyda kichkinagina masjid. Mana shu bizning masjidimizdan ham kichkina bo'lgan Rasululloh alayhisalomning masjidlari. Mana shu hozirgi bizni turgan masjidimizdan ko'ra kichkinaroq joydagi Masjid-i Nabaviyda kelib yosh yigit masjidning bir burchagida uxlab qolar ekanlar ko'pincha. O'zlari aytadilarki, men ko'pincha masjidda uxlardim. O'sha uyqudan tursam, ertalab bo'lardi. Payg'ambar alayhisalomning sahobiy kiromlari kelib Rasululloh alayhisalomga kechasi ko'rgan tushlarni aytib berardi. Sahobiy kiromlar Payg'ambar alayhisalomga shunchalik yaqin bo'lganda, yaqin bo'lganligidan kechasi tush ko'radi, shuni kelib Payg'ambar alayhisalomga aytib beradi. Keyin Rasululloh alayhisalom ularning tushini ta'bir qilib beradilar. Mana shu nuqtada bir nabaviy sunnatni hammamiz eslab olishimiz kerak. Tush ko'rish bu insoniy tabiatni, insonga berilgan buyuk ne'matlardan biri. Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytadilarki, inqata'al wahyu va baqiyatil mubashshiratu ala va hiya ru'yal mu'min deganlar. Vahiy tugadi endi. Mendan keyin vahiy kelmaydi, tugadi, kesildi. Bundan keyin qoladigan narsalar al-mubashshirat, insonlarga bashorat beruvchi narsalargina qoldi. Ogoh bo'ling, u mu'min odamning ru'yosi dedilar. Demak, tush ko'rish mubashshir narsa bu. Bashorat beruvchi, xushxabar yetkazuvchi narsa bandaga nisbatan. Tushingizdagi bir xayrni, yaxshilikni ko'rsangiz, bilingki sizga Alloh taolo mubashshir bir tushni, bashorat beruvchi, xushxabar yetkazuvchi bir tushni sizga ko'rsatibdi. Sahobiy kiromlar ham tush ko'rardilar. Ko'rgan tushlarini payg'ambar alayhisalom kelib aytib berishardi. Ana o'sha tushlarni kelib aytib berganini Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma masjidning bir chekkasida uxlab, uyg'onib turgan paytlarda sahobiy kiromlarning ertalab paytda kelib Rasulullohga tongda kelib tush aytishlarini, tushlarda ko'rgan ro'yolarni hikoya qilsalar, Rasululloh alayhisalom ularning ro'yosini ta'bir qilib berganlarini juda ko'p marta ko'rar ekanlar. Yana bir nuqta shu yerda, biz ham tush ko'ramiz. Hammamiz tush ko'ramiz. Siz agar tush ko'rsangiz, tushingizni solih odamga borib aytishingiz mana shu hadisdan sunnat bo'ladi. Duch kelgan odamga aytmang. Solih, olim, muttaqi, muxlis kishilarning oldiga borib, ularning huzurida tushingizni aytib, tushingizni ta'birini undan eshitib ketishingiz sunnat bo'ladi. Hay tush ko'rdim deb indamasdan ketmang. Birinchi bo'lib o'sha odamga borib ayting. O'shanda inshaalloh Rasululloh alayhisolatu vassalomning sunnatlariga muvofiq tush ko'rgan u tushning ta'birini qilgan bo'lasiz. 11 yosh, 12 yosh bo'lgan Abdullah ibn Umar bu hikoyani egasi doim orzu qilardim. Mana bir tush ko'rsam, tushimni payg'ambar alayhisolatu vassalomga hikoya qilib bersam. Orzu, bola, kichkina bolaning orzusi. Ko'rib turibdi, katta sahobalar kelib payg'ambar alayhisolatu vassalom hikoyasini aytib beradi. Rasululloh alayhisolatu vassalom ularning tushini eshitib ta'bir qilib beradilar. Havas qilardi, orzu qilardi. Bir kun tush ko'rdim deydilar. Masjidda uxlab tush ko'rdim. Tushimda jahannamni ko'rdim. Xuddi quduning qopqog'i yopib qo'yilgandek usti yopib qo'yilgan ekan. Lahu qarnan, uning ikkita shoxi bor ekan, unda chiqib turgan joyi bor ekan. Keyin bir farishta paydo bo'ldi-da, quduning ustini yopdi va meni uzoqlashtirdi undan. Shunda shuni ko'rdim. Uyg'ondim-u
Payg'ambar alayhisalomga shu tushimni aytmoqchi bo'ldim. Lekin hayo, mendagi uyalishlik yosh bola bo'lib turib payg'ambar alayhisalom oldilariga borib bu gapni aytishlik